Davlatimiz rahbarining muhim tashabbuslaridan biri bo'lgan unikal loyiha Islom sivilizatsiyasi markazi hali ochilganiga ko'p vaqt bo'lmasa-da, butun dunyodan minglab sayyoh, ilm-ma'rifat vakillari hamda keng jamoatchilikni o'ziga ohangraboday tortmoqda. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi. Bu maskanni qanday ta'riflamaylik, lekin eng to'g'ri bahoni bu yerga kelgan mehmonlar beradi. Ko'rib turganingizdek, kun davomida bu yerda minglab xorijiy va mahalliy sayyohlar bo'ladi. Kimdir tarixni kashf qiladi, yana kimdir shunchaki hayratda qoladi. I am very impressed by this museum. Bu muzey meni chin dildan hayratga soldi. Juda chiroyli va tartibli tashkil etilgan, hatto tasavvurlarimdan ham ancha yuqori. Bu yerga kelib barchasini o'z ko'zim bilan ko'rganimdan juda xursandman. It's wonderful to learn about this history. Tarixni zamonaviylik bilan uyg'unlikda o'rganish juda qiziqarli. Men o'zim AQShdanman. Washingtonda ko'plab muzeylar bor, lekin bu maskan o'zining go'zalligi bilan alohida taassurot qoldirdi. Bu yerga tashrif buyurish chinakam zavq bag'ishlaydi. I think the museum is an amazing experience. Men uchun bu muzey juda ajoyib tajriba bo'ldi. Toshkentga ish yuzasidan kelgan edim. Hamkasblarim tavsiya qildi. Rostdan ham juda yoqdi. O'zbekistonga kelgan har bir kishiga bu muzeyga tashrif buyurishni tavsiya qilaman. Мы еще не закончили, но музей уже превзошел все наши самые смелые ожидания. Biz hali to'liq aylanib chiqmadik, ammo muzey allaqachon kutganimizdan ham ortiq taassurot qoldirdi. Juda ulkan va keng ko'lamli. Bu yerda qayta ko'rishga arziydigan ko'plab eksponatlar bor. Hatto bir necha kun kelsangiz ham har safar yangi narsalarni kashf etishingiz mumkin. Interaktiv artefaktlar juda qiziqarli. I'm really impressed by it and the information is great. Hammasi meni hayratda qoldirdi. Ma'lumotlar juda boy va tushunarli. Eng qulay jihati barcha yozuvlar o'zbek, rus va ingliz tillarida berilgan. Men Avstraliyadanman. Shuning uchun bu juda yordam berdi. O'zbekistonga birinchi bor kelishim menga juda yoqdi. Yana qaytib kelishni istayman. Bu muzey juda hayratlanarli. Ochig'i, o'z yurtimda ham bunday maskanni ko'rmaganman. Bu yerda qilingan sarmoya va mehnat yaqqol seziladi. Islom sivilizatsiyasi haqida o'rganish esa juda qiziqarli. Ushbu ulug'vor maskan nafaqat xorijiy sayyohlar, balki yurtdoshlarimizning ham faxriga aylanmoqda. Jumladan mehnat jamoalari, davlat xizmatchilari uchun ham ekskursiyalar tashkil etilyapti. Bu haqiqatda bizning o'sha o'tmishimiz, tariximiz, umuman islom olamini bugun tarixi hamda buguni bilan bog'laydigan juda bir katta sharq gavhari bo'lib desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Odamning oqimi to'xtamayapti. Ayniqsa sayyohlarni O'zbekistonga kirib kelgandagi ilk darvozasi deyish mumkin. Mana bugun biz jamoamiz bilan kelib, aynan mana shu tarixda bugun guvohi bo'ldik. Birinchi marta kelishimiz juda qiziqarli, juda ko'p mehnat ketgani ko'rinib turibdi. Hozirgi kunda juda ko'p texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilgan tariximiz haqidagi ma'lumotlarni yanada mukammal bilib olishga musharraf bo'ldik. Hozir mana islom diniga oid qismida turibmiz. Bu qismida ham juda ham chiroyli, eksponatlari boy, tarixni yaqqol ko'rsatib bergan. Muzeyga kelgan mehmonlarning e'tiroflari shuni ko'rsatadiki, bu maskan tarix, zamonaviylik va boy madaniyat uyg'unlashgan maskan sifatida har bir tashrif buyuruvchida unutilmas taassurot qoldirmoqda.